Bugun 1-iyun munosabati bilan Muzaffar bilan bir xil kiyinib dam olishga ketishga qaror qildik. Demak, qani ketdik. Birinchi o'rinda Muzaffarning kiyimlarini yechib, uni injiqliklari chidagan holatda uni kiyintirishga qaror qildim. Uni ichki kiyimida Spidermanning rasmlari bo'lgani uchun u Spidermanday harakat qilishni boshladi va Jordan va jinsidan mana shunaqa obraz yaratdik. Men jinsi va oq futbolka kiyganini ko'rib, o'zim ham xuddi shunaqa imij qilsamikin deb o'ylab qoldim. Hozir bu yerda uxot va krasavchik bo'lish jarayonlari ketyapti. Sochlarni ham doim o'zim maksimal darajada prichoska qilib chiroyli qilishga harakat qilaman. O'g'limni ham agar reklamaga chaqirmoqchi bo'lsanglar, admin sifatida bemalol o'zimga murojaat qilishinglar mumkin. Juda ham ishtiyoqi baland va obrazga bemalol kira oladi. Ana endi yarim soat, 1 soatlik harakatdan so'ng endi o'zimga navbat. O'zimga ham buncha ko'p harakat qilmagan edim. Xo'sh, qani mana vot sizlar uchun yarimchala obraz tayyor. Hozir soch va prichoskalarni birgalikda uyg'unlashtiramiz. Vot mana ko'rishingiz mumkin qanaqa kelishgan va chiroyli obraz. Sizlar uchun ozgina namoyishcha o'tkazib berishga qaror qildim. Modellik obrazim bo'yicha mana ikkalamiz ham obrazimiz bir-biriga uyg'un holatda tayyor. Ana endi bemalol dam olishga ketsak bo'ladi. Siz 1-iyunda bolalaringiz bilan qayerda dam oldingiz? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Hammaga paka-paka, sog' bo'linglar azizlar.